Assalomu alaykum hurmatli mas'ul rahbarlar. Farg'ona shahar Qirgili mavzesi 6-oyli poliklinikadan to'g'ridan-to'g'ri video murojaat. Bu video murojaat 1 yildan baqasi video murojaat qilinmoqda. Aynan aholi umum foydalanish yo'lagiga ushbu butka qo'yilganligi, mana hozir o'sha ushbu butkada yoshlarimiz pana ortida turli xil holatlar mana ko'rishlaring mumkin. Sigaretlar, salfetkalar mana bu yerda mana ko'rishlaring mumkin. Har xil holatlarga duch bo'lyapti bu yerda. Ertangi kunga bir jinoyat sodir bo'lmasligi yuzasidan yana bir bor murojaat qilinmoqda. Mana tabletkalar, paxtalar ko'rishlaring mumkin, salfetkalar. Mana spirt axlatga bosib bu yerda mana siyib turli xil holatlar bo'lyapti. Mas'ul rahbarlar nazoratga olasizlar degan umidda biz aholini umum foydalanish joyini ko'rsatib berishlarini so'raymiz. Tadbirkor qo'lida hujjati bor deyishyapti. Bu aholini umum foydalanish yeriga qanday auksiondan bu yerda berilishi mumkin? Bu qanchalar to'g'ri? O'zbekiston Respublikasi mas'ullari, iltimos, Farg'ona viloyati mutasaddilarimiz e'tibor qaratishmayapti bu yerga. Mana holat, ahvol mana paxtalarni ko'rishlaring mumkin. Farg'ona shahar Qirgili mavzesi 6-oyli poliklinikaning yonida aholi umum foydalanish yo'lagiga qo'yilgan ushbu butka qanchalar qonunan to'g'ri? Aholi umum foydalanish yo'laklari ham pullanmoqdami? Aholi umum foydalanish yo'laklarini ham auksionga qo'yib sotib olsa ham bo'ladimi? Ushbu holat yuzasidan Farg'ona shahar Qirgili mavzesida yashovchi fuqarolarning haqli e'tirozlari kelib chiqmoqda va tegishli mutasaddilarga murojaatlar ham yo'llamoqda. Negadir Farg'ona viloyat Farg'ona shahar mas'ullari murojaatga e'tibor ham qilmayapti. Mana 1 yildan buyon ushbu butka qarovsiz qolib ketib, turli xil noxush holatlarga ham kelishi mumkinligi haqida ham murojaatlar qilingan. Ushbu butka 1 yildan baqasi qarovsiz qolib ketib, axlatga botib ketganligi va u yer yoshlar uchun pana joy bo'lib, tunda yarim kechasi yoshlar kirib turli xil noxush holatlarga ham duch kelishligi bo'yicha mas'ullarga yetkazib bormoqdamiz. Mas'ullar jinoyat bo'lishini kutmoqdami?